Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilar, ushbu valyuta kursi O'zbekiston bozorlaridagi o'rtacha nisbat asosida olingan. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.